Qizlar o'rnida hajomatida natija. Mana shu bemorimizni hozir kirib kelgan 1 soat bo'ldi. Kirib kelganingizga 1 soat, 1,5 soat oldin davleniyalarni o'lchaganimizda 150 ga necha chiqdi dedingiz? 150 ga 80 chiqqan edi. Hozir hijoma qildik. Osteoxondroz nuqtalari bilan ishladik, kislorod yo'llarini ochdik va 4 dona zulik qo'ydik. Mana o'rnida 100 ga necha deyishdi? 100 ga 80. Mashallah. O'zi normangiz shunaqamidi? Qanaqa yurasiz? Ko'p ishlatdim davleniyaz. Mashallah. Mana ideal, yoshlariga nisbatan ideal уже davleniya bilan chiqib ketyaptilar. Hozirgi paytda ko'p ayollar davleniya muammosi qiynayapti. Keraksiz dori-darmonlarni ichib, jigarni zaharlagandan ko'ra hijoma va tabiiy muolajalarimiz zurudan foydalaning. Mana bu bemorimiz o'rnida qo'llarimni fonga oldim, o'rnida mana yonlarida gapiryapman. Davleniya normada o'z holiga qaytdi. Shifo bo'lsin inshaalloh. Bu faqatgina muolajadan keyin bo'lmaydi. Muolajadan keyin davomi ham ko'p. Ya'ni bir kun, 2 kun emas inshaalloh. Chunki hijoma zuri kasallikning ildizi bilan ishlash.